Xotira va qadrlash kuni. Bu o'tganlarni eslash, ularning hayoti va qilgan ezgu ishlariga hurmat bajo keltirish kunidir. Bu sana bizga tinchlik va erkinlik yo'lida jon fido qilgan, xalq farovonligi uchun xizmat qilgan insonlarni yod etish naqadar muhimligini eslatadi. O'zbek xalqining fashizmga qarshi kurashdagi matonati, fidoyiligi va yuksak farovonlik pozitsiyasi tarixda o'chmas sahifa bo'lib qolgan. Insonning qilgan yaxshiliklari, odob axloqi va jamiyat taraqqiyoti uchun qo'shgan hissasi uning nomini abadiylashtiradi. O'zbek xalqining tinchlik uchun kurashdagi matonati, fidoyiligi va yuksak insoniy qadriyatlari tarix zarvaraqlarida o'chmas iz qoldirib kelmoqda. Fidoyi insonlar jamiyatning chinakam tayanchidir. Ularning ezgu ishlari, samimiy mehnati va xalq uchun qilgan fidoyiligi vaqt o'tishi bilan unutilmaydi. Aksincha, avloddan avlodga o'tib, qalblarda abadiy yashaydi. Bu kunda har birimiz qalbimizda minnatdorlik tuyg'usini his etamiz. Ularni bosib o'tgan yo'li va qoldirgan merosi xalqimizning tarixiy xotirasi va ma'naviy boyligi hisoblanadi. Ajdodlarimizning jasorati, matonati va fidoyiligi tufayli bugungi osoyishta hayotga erishganimizni anglaymiz. Ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz har doim yaxshilikka, ezgu ishlarga chorlab kelishgan. Shuning uchun ham ularni xalq uchun qilgan fidokorona mehnatlari hamisha e'zozlanadi. Xotira bu faqat eslash, balki qadrlash, hurmat qilish va ularni bosib o'tgan yo'lini davom ettirishdir. Chunki inson qadrlangan joyda uning nomi, qilgan ishlari va ezgu niyatlari abadiy yashaydi. Bunday insonlar o'z manfaatini emas, balki boshqalar baxtini ustun qo'yadi. Ular qilgan yaxshiliklar, ko'rsatgan jasorat va sabr-toqat hayotimizga nur olib kiradi. Shuning uchun ham fidoyi insonlar xotiramizda nafaqat iz qoldiradi, balki biz uchun ibrat maktabiga aylanadi. Ezgu ish hech qachon yo'qolmaydi. U insonlar qalbida yashab, yangi yaxshiliklarga yo'l ochadi. Ularning yorqin xotirasi biz uchun doimo ibrat va kuch manbai bo'lib qoladi.